Mavluda, nima qilib o'tiribdi bular bu yerda? Bitta bolaga qarashdan eplarmaysan. Xo'p bo'ladi, hozir qarayman. Qizini menga berguncha 5 oy noz qildi. Menga tekkandan keyin 3 ta tug'di-yu, holidan farqi qolmadi. Ishxonamizdagi kotib ham uni ham oilasi bor. Qanaqa qilib ham o'ziga ham ishiga e'tibor qilarkan? Nimalar xayol suryapsiz? Siz haqingizda bekor gapirdim, hozir gap eshitaman. Narsalarimni yig'ishtir, ertaga toqqa ketaman men. Rosa charchadingiz balam. Hozir shunaqa 3-4 yil o'tdi. To'yib uxlaydigan vaqtlaringiz ham keladi. Oyijon, ertaga o'g'lingiz kim bilandir toqqa ketishyapti ekan. Telefonlarda o'qib qoldim. O'zi uxladimi u? Ertalabda nima qilyapsan-ya? Toqqa ketadigan ekansan, o'zim kuzatib qo'yay deb seni kutib o'tiribman-da balam. Toqqa borolmaydigan bo'lib qoldim. Borolmaydigan bo'ldingmi yo borolmaydigan bo'lib qoldimi? Mavluda, Moldaxonda javobini ber. Ana uningga ham ayt, eridan javobini olib, kesin bir qop o'tinga xaridor chiqqan, sen xotiningga ham xaridor chiqib qoladi.